Hammaga salom. Bugungi videoda aynan Arafa kunidagi bir kunimizni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Ertalabdan zakazlarni oxirigacha tugatib dastavkadan chiqazib va hovlilarni tozalashni boshladik. Orada Billur firmasidan har xil tozalash vositalari yuborishdi. Kakras vaqtida keldi deb ularni ham sinab ko'rdim. Divanlarni gullantigini yaxshilab supurib, Billur geldan ozgina suvga solib, mebellarni, podokolniklarni, changlarni artib tozalab chiqdim. Kafelarni polani ham yaxshilab artib, gullarni chiroyli qilib joylashtirib qo'ydim. Taksiga olib yordamchimiz ham hayit oldi uylariga ketgandilar, hamma ish o'zimizga qoldi. Uyda yosh bolalar bo'lgani sababli oynalarni birpasda doqib tashashadi. Billuri oyna tozalaydigan vositasi bilan birpasda oynalarimni top-toza qilib artib oldim. Qarasam, peryera chetiga ham nakleyka yopishtirib qo'yishdi. Billur chistollardan sepib, nakleykalarni o'chirib tozalab qo'ydim. Oilaviy o'tirish uchun hovliga joy qilayotgandik, divanlardan shirin hid kelib tursin deb osvetliteldan sepib qo'ydim. Daraxtlarni, gullarni changini yuvib, hayitga hovlimizdan chiroyli qilib tozalab oldik. Ertasi kuni voqli saharda uyg'onib, erkala namozdan kelguncha hovliga chiroyli stol yasatdik va hammamiz oilaviy o'tirib hayit ayyomini nishonladik.